Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Asaka shahar Navro'zda ishimizni yakunladik. Bu xonadonimiz o'sha kvadratda 110 kvadratga topshiryapmiz. Xudo xolasa ko'rib baho berasizlar. Ta'minlovlari bilan o'rnatib berganmiz. Devordan tushadigan suv turbalarigacha o'rnatib berdik. Oqqan mokri bo'lgan 037 qalinlikda ko'rib baho beringlar. Qani ketdik. Yoqqan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib qo'yamiz, obuna bo'lishni unutmaymiz. Xudo xolasa ta'minlovimiz ko'cha tomon emas, uzunligi 20 metr. 20 metr joyga ta'minlovchi bilan yangi chiqqan qoshligimizga moslab 90 graduslik qilib berganmiz. Oqqan mokri bakovlargacha yopib qo'ydik, turbalarni tushirib berdik pastgacha. Bu yerdan 3 ta joydan tushirdik. Dorozaxonamizni ham ko'rsataman, shu ichki tomonlari ham bor. Bakovlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda yopilgan. Xudo xolasa go'zal. Dorozaxonamiz. Dorozaxonamiz sizning kasetadan bo'lgan. O'rtasiga ramli qo'yib berdi, ya'ni Bergan ta'minlovlarni olib, ta'minlovchi bor edi, ustiga qoplama qilib, turbalarni pastgacha tushirib berganmiz. Hozir Qo'ng'irotga qarab ketyapmiz, yo'l oldik. Xudo xolasa ikkinchi obyektimizga o'tamiz. Bugun yakunlash arafasida Xudo xolasa go'zal holatda yakunlab beramiz. Kimga xizmatlarimiz kelsa, vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Musofirda yurgan aka opa singillarimiz uchun Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz ekranda. Bittadan like tugmasini bosib obuna bo'lishni unutmaymiz.